Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Orttirilgan autizmmi yoki nafoniy rastlarni davosi bormi? Bor. Klinikaga kelsangiz kunduz kuni ko'rasiz, arini ini aynan shunaqa davolanib, tuzalib chiqib ketgan bolalarimiz ketma-ket boshqa bolalarni ham o'zlariga olib kelishadi. Yoki bo'lmasam o'sha davolanayotgan ota-onalarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Ulardagi effektlarni eshitsangiz bo'ladi. Birinchi oy o'zida bolalarimiz уже yaxshi bo'lishni boshlaydi, alhamdulillah. Hammada har xil diagnostika qilinsa, aynan nimani hisobiga kelib chiqqanini topib, shunga qarab davolab bera olamiz. Autizmmi yoki autizmmi ras elementizatsiyasini aniqlash kerak. Autizmni aniq o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu aqliy zaiflik bilan birgalikda keladi. Uni davolash protsedurasi sal uzoqroq muddat bo'ladi, davolasa bo'ladi. Ras yengil, oson davolab chiqarsa bo'ladi. Bunda ham dorilar bilan, ham apparat bilan, ham pedagogika ishi ketadi.